qiynalib o'ynaganman. Bu safar haqiqiy qosh qoraytiradigan bo'yoq oldim. Haqiqiy negr bo'ldim. Men bu safargi prankim bilan bo'ladi. Bundan oldin bitta narsa aytib qo'ymoqchiman. Biz yaqinda Kazan shahriga borib keldik ustozimiz Elmur Taqnazarov bilan. Shunda bizni shu Kazanda vohali akalar kutib oldi. Aviakassalari bor ekan. Mabodo sizlarga aviakassa xizmat kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiraman. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiyaning ichki uchadigan joylari. Undan tashqari Farg'ona Kazan, Samarqand Kazan, O'zbekistondan Rossiya, Rossiyadan O'zbekistonga xullas kalom avia biletda, avia kassada meni nomimdan chiqsangiz sizlarga to'shni arzon qilib beradi. Aka va'da berdi. Kamida 5%, bo'lmasa 10% gacha chegirma qilib beraman. Ayratbek siz nomingizdan chiqishsa dedi. Endi men nomimdan chiqaverasizlar, bemalol bog'lanaverasizlar. Do'stlar, men hozir Farg'onadaman. Farg'onada qadrdonlar Saida Aslzoda degan qo'shiqchi opamiz bor. Bu opamizni Instagramda kuzataman. Bir marta Quvasoyda tadbirda bundan 3 oy oldin haligi men boshlovchi bo'lganimda deb e'lon berganman, xolos bo'ldi. Shu bo'yicha salom alaykum, boshqa hech narsa yo'q. Opaga men chet ellik bo'lib yozganman.